Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun 24-yil kurashimiz bo'ladigan nimasida yig'ilib o'tiribmiz. Mana zotlarimizni ko'rsatib turibmiz. O'zimiz qayin chetdan ham keladi. Shunga qarab polvonlar kelib berasizlar. Kurashadigan polvonlar soat 9 da boshlaymiz kurashimizni. Nasib bo'lsa, yosh bolalar 10 gacha kurashadi. Undan keyin birdan 60 kilodan boshlaymiz. Shunga qarab yoshlarni olib kelib berasizlar. Polvon bolalar taklif qilamiz. Hammalaringiz kelib beringizlar. Assalomu alaykum hurmatli polvonlar, hurmatli kurash muxlislari. Xudo xolasa mana 24-mart kuni bo'ladigan kurashni maslahatida turibmiz. Mana kelaverasizlar, soat 9:00 dan kurashni boshlaymiz. Soat 1 gacha, 2 gacha kurash beramiz. To'yda egasi mana shu odam bo'ladi, o'tagan aka. Xudo xolasa balichchilar kelaverasizlar. Mana shu Shohruh Baxtiyor bilan Zohid polvonni ertaga bosh tovoqqa juplaymiz deb niyat qilib turibmiz. Bosh tovoqni mana maslahat qilib turibmiz. Hozir $1000 bir tuya zot bosamiz. Zotdan muammo yo'q. Markazda aytib borasan markaz. Kurash bo'ladigan joyimiz mana Quydalar rayon sentrining Novruz soyilgohi. O'sha yerda bo'ladi, kelaverasizlar. Polvon. Assalomu alaykum hurmatli polvonlar hamda kurash muxlislari. 2026-yil 24-mart kuni bo'ladigan kurashimizga barcha polvonlar va muxlislarni taklif qilamiz. Va tuyalarimiz mana zotlari 10 ta tuya, 10 ta toy aytiladi. Shunga yarasha yengil avtomashinamiz ham bor. Shu bosh tovog'imiz $1000 bir tuyadan kam bo'lmaydi. Kurashimiz kechikmangizlar, 9 dan 10 gacha yosh polvonlar kurashadi. Soat 10 dan boshlab 60 kilodan tepa kurashib boshlaydi. Soat 1-2 gacha katta kurashimiz bo'ladi. Hech qanday norozi ketmaydi kelgan polvonlar. Barchani taklif qilamiz. O'tagan bo'lani to'yni boshlang'ich olib turibmiz. Bu nima to'yini? Bu mana zotlarni ko'ryapsizlar. Yaxshi zot beraman deb niyat qilgan. Hammadan polvonlar kelib yuringlar. Mana o'tadigan ularni o'tkazgan to'y qilyapti. Mana shu to'yni nasib qilsa yaxshigina o'ynab kulib o'tkazaylik. Mana zotga qo'yilgan tuyalar, otlar bor. Mana shularga polvonlar kelib halol bilan olishlariga bizlar tarafdormiz, tilakdoshmiz. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz polvonlar. Mana bugun nasib bo'lsa to'yning boshlanishida mana polvonlar bilan hammamiz jam turibmiz. Xudo xolasa mana o'tagan bu nevara to'y bo'lyapti elimizga, xalqimizga. Xudo xolasa mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand hamma viloyat polvonlarni mana shu to'yimizga taklif qilamiz. Hammalaringizga kelishlaringizni so'raymiz. Hurmatli kurash muxlislari, mana 2026-yil 24-mart kuniga bo'ladigan o'tgan domlar nevara to'yiga barcha polvonlar taklif qilamiz. Qashqadaryo, Surxondaryo va O'zbekiston bo'yicha Tojikiston Respublikasi ham bemalol kelaversin. 9:00 da kurashimiz boshlanadi. Erta ochroq harakat qilasizlar degan umid